Ayollarning dushmanga qarshi jihaddagi roli. Shayx Mujahid Yusuf ibn Salih Uyayri rahimahulloh. Tarjima qilguvchi Jaloliddin. Muqaddima. Jami hamdu sana Allah xosdir. Durud va salomlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, uning oil tavobiyatlariga va barliq sahobalarga bo'lsin. Maqsadga kelsak, hurmatli hamshiram. Sizning jihatda haqiqatan muhim va katta rolingiz bor. Bugungidak butun dunyo musulmonlariga va barcha islom diyarlariga hujum qilayotgan yangi salibiylarga qarshi jang qilayotgan islom qo'shinida o'zingizning rolini bajarishingiz va ado qilishingiz sizga vojibdir. Men bu varaqlarda sizga mushuk tema qilib qo'yaman. يا خواطيق السمان Quloq seling. Allah sizni o'z asrsin. لنه ولن نلين Shubhasizki islom ummati bugun turli masalalarga duch kelmoqda. Islom o'zining ilgirki tarixlarida hech qachon bugungidek umumiy holatda xorliqqa va qo'rqinchga duch kelib baxmagan. Vaholanki bu xorliq va qo'rqinch hargizmi islom ummatining sonining ozligi yoki faqirligi sababidan emas, aksicha zimindagi soni eng ko'p millat islom ummatidir. Hatta bu ummat bugun o'zlarining dushmanlari ega bo'la olmagan kuch-quvvat va mol-mulklarga ega. Undaqda har qanday bir qalbga agar bu ummat faqir va quvvatsiz bo'lmasa, undaqda bugun bu ummat duch kelgan xorliq va qo'rqinchning sababi zodi nima degan savol kechidir. Shundaq ayta olamizki, bu sababni Savban radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'rsatib, yaqinda sizlarga barliq millatlar xuddi och qolgan kishilar bir luqma taomga o'lashganda ko'pirilib keladi dedi. Sahabalar shu kunlarda sonimizning ozlab ketganligidan shundoq bo'lamdi deb so'ragan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Yo'q, u kunda sizlarning soninglar ko'p, biroq saldagi ko'pga o'xshash bo'lib qolsizlar. Alloh dushmanlarning qalbidan sizlarga nisbatan qo'rqinchni ko'tarib yetdi. Alloh qalbinglarga vahanni tashlab qo'ydi" dedi. Sahabalar: "Ey Rasululloh, vahan degan nima?" deb so'ragan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Dunyoni yaxshi ko'rish va o'limni yomon ko'rish" dedi. İmam Ahmedning yana bir rivoyatida sizlarning Alloh yo'lida jihad qilishni yomon ko'rishinglar deyilgan. Mana bu yuqorqi savolning javobi bo'lib, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam buningdan taxminan 1400 yil ilgari u savolning javobini bizga berib bo'lgan. Demak, islom ummatini halok qilgan kasallik bo'lsa, dunyoni yaxshi ko'rish va o'limni yomon ko'rishdir. Qachonki bu ummat dunyoni yaxshi ko'rib, o'limni yomon ko'rsa, Alloh taolaning yahudiylarni sifatlagan sifatiga tushib qoladi. Alloh taolo mundaq deydi: "Va la tajidannahum ahrasan nasi ala hayat." Shubhisizki, ularni hayotga hamma kishidan heris ko'rsan. Shubhisizki, bu oyatda tilga ilingan hayot, xorliq ichidagi hayot bo'lsin yoki hayvonlarning hayoti bo'lsin va yoki hasharotlarning hayoti bo'lsin, bu hayot hammaga o'rtaqdir. Ammo bu ummat hayotning turlari ichidan o'ziga va dini loyiq bo'lmagan arzimas bir hayotga esilib oldi. Buning hammasi u ummatning dunyo hayotini yaxshi ko'rib, o'limni yomon ko'rganligidan bo'ldi. Bizning dunyo hayotini yaxshi ko'rganligimiz, o'lim va urushni yomon ko'rganligimiz sababli ummat o'g'lonlarining zo'r ko'pchiligi va qisman islom ayollari jihad yo'li bo'lsa, haqiqiy o'lim yo'li va dunyodan amalsiz ayrilish yo'lidir deb e'tiqod qilib, jihadni tark etdi. Islom ummati jihadni tark etgan kundan boshlab dushmanlari ular ustidan hukmron bo'ldi va ularga xorliqning ta'minini tutdi-da, bu ummatga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bunu hadisning haqiqati namoyon bo'ldi. İbn Ömer radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Agar sizlar jazoni tijoratlarga berilib, qilining quyruqlariga esilib, teriqchilik bilan mashg'ul bo'lib jihadni tashlab qo'ysanglar, Alloh sizlarga shundoq bir xorliqni yuklab qo'ydiki, toki sizlar dininglarga qaytmoqcha, Alloh taolo u xorliqni sizlarning ustinglardan ko'tarib o'tmaydi." Yana bir rivoyatda, agar sizlar qilining quyruqlariga esilib, jazoni tijoratlarga berilib, Alloh yo'lidagi jihadni tark etsanglar, Alloh sizlarning ustinglarga shundoq bir xorliqni yuklab qo'ydiki, toki sizlar Allohga haqiqiy tavba qilib, dininglarga qaytmoqchilik, Alloh sizlardan bu xorliqni ko'tarib o'tmaydi deyilgan. Yuqorqi hadislar orqali bizga payg'ambarimiz sifatlab bergan kasallik oshkor bo'ldi. U bo'lsa qo'rqinchli kasaldir. Shuning bilan birga kirist va haykallarga ibodat qiluvchilardan sirt yana tosh va kalalarga ibodat qiladigan barcha kafir ummat tarafidan bizga tashlangan xorliqdan iborat. إلى ما التوالي وقدسي تداعى وجند العداد النصر مليا وهذه الحوائج وطن التياعا